Assalomu alaykum YouTube ishqibozlari, chorva ishqibozlari. Nasldor buzoq ishqibozlari, akalarim. Bugun 3 dona buzoqcha qoldi. Bitta bo'shatishga pullarini yengil qilib aytamiz. Kimgadir ma'qul bo'lsa, telefon qilaverasizlar. Dastlabkamiz vodiy bo'ylab, xudo xolasa aloqaga chiqaverasizlar. Orqalaridan ko'rsataman, videoni qisqa qilaman. Akalarim, mana orqa tomonlardan ko'rinishlari. Bu ona Galishten, otasi rossiyskiy, bo'ylari 1.3 sm yo 1.4 ekan. 1.3 da bo'ylari, shu ikkovsini. 1.3 dan olaverasizlar. Bu toza shvedni bolasi, hammasi fermani buzoqlari akalar. Onasidan bir hafta bo'ldi ajraganiga. Xudo xolasa savzoronoli. Buni ham bo'yi 1.3 sm. Bu ona rossiyskiy, otasi ham onasi ham rossiyskiy bu. Mana oyoq qo'llaridan bilinadi-yu. Xudo xolasa 2,5 oylik, 3 oylik, 3,5 oylik akalarim. Mana ko'rib turibsizlar, buzoqlar hamma yo'q sog'lom, fermani buzoqlari. Xudo xolasa yangi tug'ilganni puliga berib yuboramiz-da akalar. Shvedni yangi tug'ilgani 12 million o'zi akalar. Toza shvedniki 14 million. Bu toza shved emas-da. Ona toza shved, lekin urug' toza shved urug' qo'yilmaganmi? Shunaqa bola chiqqan. Lekin sifati zo'r, lekin oq quloq tumshuq emas. Lekin uzunligi ham yo'q joyida, 3 oylik. Buni Golishten, ona Golishten. Bir ikkita qo'tir joylari bor akalar, lekin dori, ukol, mas ham yo'q surkab qo'yilgan, zararsizlantirilgan. Prostaligi aytib o'tish kerak-da baribir. Onlayn oladigan bo'lsanglar, uylarga borsa, hali qo'tirda aytib qo'yish kerak boshdan akalar. Bu hech narsa emas-u. Mana, bu ko'ryapsizlar-a? Lekin oq izlari xolos bu. Qo'tir tugagan. Xudo xolasa 3 tasini bitta joyga oldim, uka deganiga 3 ta joyga 12 million so'mdan bo'lsa, kami bor, xudo xolasa telefon qilaveringlar. 11 million 800 ming so'mdan bo'lsa, ana vodiy bo'ylab bir joyga bo'lsa, dastlabkasi ichida qilib beraman. 12 million 11 million 800 ming so'mdan bo'lsa, telefon qilaveringlar. Yangi tug'ilgani ham 11 million bo'lyapti. Mana 11 million 800 dan mana 13 million 200 ming so'm, 13 million 300 ming so'mga berilmayapti. Mana shu buzoqni o'zi. Mana kech ola parodani ham sotdik. 13,5 million so'mdan ikkovsini jupini berilmadi. O'zini sotib oldim. Sal qimmatroqqa, xudo xolasa mana bir joyga olaman desanglar 11 million 800 ming so'mdan uchovsini bitta olaman deganlarga vodiy bo'ylab telefon qilaveringlar akalar.